Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Tag fondi jamoasi qalbni illatib yuboruvchi tashrif bilan qariyalar uyiga bordi. Biz u yerga 6 ta chang yutgich, gigiyena va tozalash vositalarini yetkazib berdik. Shuningdek, 181 nafar bobo va momolarimiz uchun maxsus tayyorlangan shirin sovg'alarni taqdim etdik. Ular bizni ochiq chehra bilan kutib olishdi. Har bir suhbat, har bir duo, har bir tabassum yuragimizga o'chmas iz qoldirdi. Biz ular bilan dildan gaplashdik, qiziqarli hikoyalarni tingladik va ularning ko'zlarida yana bolalikdek shodlik chaqnaganini ko'rdik. Shunday oddiy, lekin yurakdan chiqqan lahzalar odamga katta kuch va ilhom beradi. Biz ishonamizki, mehr ulashilgan sari ko'payadi.